Yo, WhatsApp, yo, YouTube, yo, Telegram, Instagram, Google Chrome, короче, hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan men Fayzi va biz bugun dahshat seedlarni 6-qismini olamiz. Menimcha, mayli ko'p gapirmasdan videoni boshlaymiz va bizning birinchi seedimizga o'tamiz. Xo'p. Bizning birinchi seedimiz bu Legenda 1. Legenda 1. Lekin dunyoni yaratishdan oldin bir narsani yoqib qo'yishimiz kerak. Mana bu modlarni hop etib qo'shib olamiz va dunyoni yaratamiz. Dunyo yaratilmoqda va kutamiz. Hoppa, tayyor. Biz qayerda tug'ildik shunday qilib bu sitda qishloq bormi ekan? Yoki yana yo'qmi? Yoki mana bu tomonda bo'lishi mumkin, balki bordir, balki yo'qdir. Buni hozir aniqlaymiz. Xo'sh, balki bordir. Bekorga bir turmagandir menimcha. Bo'ldi. Ajoyib, bor ekan mana. Bizning birinchi seedimiz o'xshadi. Ajoyib, bu yerda hatto kuznetsa ham bor. Do'stlar qaranglar. Mana kuznetsani ichiga kirib hozir sandig'ini ko'rsataman. Ichida mana bunaqa narsalar topishinglar mumkin. Juda ham ajoyib. Выживание qilish uchun kerak bo'lib qoladigan seed desa ham bo'ladi. Juda ham ajoyib, juda ham zo'r, juda ham shinam. Birinchi seedimiz o'xshadi. Ajoyib, yomon emas degan bo'lardim. Biz esa davom etamiz. Bizning keyingi seedimiz esa minimum. O'rtadagisi menimcha kichkina deydi. Kichkina bilan minimum. Xo'sh, endi esa dunyoni yaratamiz. Dunyo yaratilmoqda va ana o'xshadi. Ikkinchi seedimiz ham o'xshadi. Ajoyib. Atrofi mana bunaqa sassiq o'rmon ekan, lekin juda ham ajoyib qishloq ekan. Menga juda ham yoqdi. Mana bu atrofidagi o'rmon unchalik emas, lekin qishloqning o'zi normal ekan. Bu tomon yaxshi. Xo'sh. Qishloqda unchalik zo'r uylar yo'q. O'rtacha. Biz esa davom etamiz. Bizning keyingi seedimiz bu qo'rqinchli qishloq. Juda ham qo'rqinchli qishloq. Qishloq. Bo'ldi. Xo'p, endi esa dunyoni yaratamiz. Dunyo yaratilmoqda. Hoppa, qishloqning oldida tug'ildik. Prям qishloqning oldida. Ajoyib. Juda ham zo'r va kuznetsa ham bor ekan bu yerda ham. Va yaylovda joylashgan qishloq ekan, uncha bagan bo'lmagan. Juda ham ajoyib. Bemalol seriallar olsa bo'laverar ekan. Xo'p, sandig'ning ichida esa mana bunaqa narsa olishingiz mumkin. Qaranglar do'stlar. 7 ta obsidian va deyarli full bronya. Zo'r emasmi? Shaxsan menga juda ham yoqdi. Zo'r qishloq ekan va bak ham bo'lmagan. Mana bu tomonida tog' ham bor, bu tomonida o'rmon, o'rtasida qishloq va mana bu yerda suvga sakrash yo'q. Bunchalik zo'r emas ekan. Mana bunga sakraymiz. Hoppa. Bizning keyingi seedimiz esa oddiy sey. Shunchaki sey. Dunyoni yaratilmoqda. Создание мира, generatsiya landshafta. Hoppa. Va bu yerda ham qishloq bor. Ajoyib. Juda ham zo'r, juda ham nima desam ekan, bug bo'lmagan, bemalol serial olsa bo'laveradigan qishloq ekan. Mana bu yerda kuznetsa ham bor hatto. Kuznetsaning ichida esa mana bunaqa narsalarni topishinglar mumkin. Unchalik zo'r emas, lekin bo'laveradi. Nima ham deyman? Ajoyib, juda ham zo'r, juda ham shinam, juda ham qulay. Biz esa davom etamiz. Atrofda suv yo'q ekan. Mayli. Biz esa davom etamiz. Bizning keyingi va oxirgi seedimiz esa Ronaldo. Menimcha hammasi katta g'arib edi, agar adashmagan bo'lsam. Mayli. Xo'sh, dunyo yaratildi. Xo'sh. Bu yerlarda nima bor ekan? Bu sitda menimcha qishloq bo'lish kerak edi. Xotiram bo'yicha menimcha qishloq bo'lish kerak edi yoki yo'qmi? Yoki bor yoki yo'q bo'lishi mumkin. Unisi ham bo'lishi mumkin, bunisi ham bo'lishi mumkin. Katta ehtimol bilan menimcha bu sitda qishloq yo'q. Afsuski. Lekin mayli, nima ham deymiz. Bugungi videomiz shulardan iborat edi. Agar sizning seedingiz chiqmagan bo'lsa, xafa bo'lish yo'q. Keyingi videoda albatta chiqadi. Va qandaydir seed bilsangiz siz ham kommentariyada yozib qoldiring. Like bosib obuna bo'lish ham esingizdan chiqmasin. Va aytgancha,
Agar bu Minecraft va mod sizga yoqqan bo'lsa yoki kerak bo'lsa, Telegram kanalimdan topishingiz mumkin. Ссылка esa описаниеda bo'ladi. Hammaga xayr emas, har doimgidek ko'rishguncha!